xolang mualliflik huquq qiladigan birovdan bir narsa o'g'irlayotgan yo'q-ku. O'zimniki-ku. Ayt, tushuntir-da, sen uf demasdan. Studiyaning to'rttasi ayamda bor. Ha, o'shanaqa bormi senda? Sizga muammoni aytadi. Ha. O'shani to'g'rilaysiz pul boradi. Ha. Qani, ko'rsatda shuni menga. Ha. Mana emasmi? Bor-ku mana menda. Nima aytasiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Dildo'ruz kanalining kuzatuvchilari. Bugun 2025-yilning hafta bugun 2-aprelmi? 2-aprel. Ha, 2-aprel sanasida Jizzax Orom bozoridamiz mana. Aytdim-ku, kun mehmonga boramiz, forishga dedim. Shunda singlim bor, shu singlim tug'ilgan kun o'tib ketdi 25-martda. Lekin biz kech bo'lsa ham baribir bormoqchimiz, unga sovg'a olmoqchimiz. Maftun bilan. Maftun Assalomu alaykum. mana Sitara, mana Maftun haloli jiyanlar. Ha. Unga keldik Orom bozoriga. Endi bizda Paxtakorda vibir idishlarning vibiri uncha yaxshi emas-da. Shuning uchun bozorga keldik mana opa-singillar. Xo'jayinim olib keldilar. Men soyada dam olib turaman dedilar, chunki xo'jayinim roza. Endi roza odamni o'zimiz bilan olib yurib bo'lmaydi. Ha bu o'zi 13-midi Maftun? Boshqa narsalarga ham ko'zim o'tlab ketaveradi-da, sumkalarga kirgim kelyapti, oyoq kiyimlarga kirgim kelyapti, lekin o'zingni bos deb ketyapman-da. Maftun, Sitara. Yurar. Maftun bilan Sitara. Ha, bu nechi 11-ku. Birdaniga o'sha yerga kiraylik, ana izlab naqa qilib yurish. Hali nariyoqqa boshqa joyga ham ish bilan borishimiz kerak. Ha, o'zimiz olgan joyda. Hozir bir ana qildirak. Shuncha shu yoqdamidi. Maftun ana videolarimni yuklanmayapman deb hozir nimagadir endi men oldida bo'lmayman-ku. Nimagadir videolarimni yuklanmayapman deyapti. Shunga keyin ko'ramiz endi. Hozir uni ko'rishga vaqt yo'q. Da, yuringlar qanisizlar. Nechinchi magazinni Maftun? 17-midi? 10 Sitaraga aytdim, Sitara yur, dadang bilan biz Jizzaxga bozorga boryapmiz desam, bormayman dedi. Keyin men aytdim, Maftuna xolang ham boryapti dedim, sakrab turdi. Maftuna xolasini eshitib sakrab turdi. Men idish tovoq magazinlar ana bo'lyapti-ku. Remont. O'sha 16ni to'g'ri aytdi-da Maftun. Shuni. Ha, bir kirib ko'ramiz-da. Bir joydan bir yaxshi narsani topsak, shunga ixlos qilib kiramiz-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qizlar? Mana idishlar. Bir zo'r bu yerda. Voy bu yangiliklar ko'p-ku, ha, Maftun? Biz bundaqa komplekt olishimiz kerak. Mana ham chiroyli ekan, Maftun. Mana bu komplektingiz qancha? Mana bu. Ular butunlay 250 kelishtirib beradi. 9lik, ana 7lik tarelkalar bormi? 6-7 bular. 7-9 bo'lmaydi. Bularda 7-9 chiqmagan hali. 7-9ligicha qayerda? Shu bormi? Shu yo'qmi? Toshkent bo'yicha zavodda hali chiqmagan 7-9. Ne, qaysi? Men uni aytmayapman, biz boshqa 7lik 9lik bormi? Bor. Ko'rsating davay. Solda qarang. Mana bundan 7-9 bor. Bundan 7-9 bor. Bundan 7-9 bor. Ana undanchi. Bundan ham bor 7-9. Qancha u? 2 million 400 Ha, ming. o'zi bunday taqdir chota qimmatroq o'xshayapti deb. Mana bumi? Ha. Buni ko'rsating, boya 6-7ligingiz ko'rsatingchi. Mana 6. Biz sizdan narsa olib ketdik, eslayapsizmi? Eslagancha aytasiz. Ha, pryamoy keldik hozir. Ana bilan kelyapmiz mana. Kemani uchasi ham bor. Syomka bilan kelyapmiz mana. Shu menga chota 6-7ligingiz Bu necha hozir? Bu ham 6-7. Sizga 7-9 keladi. shunaqa 7-9ligidan bitta bizga bir ikkita ko'rsatingchi bir. Qarang, qimmatroq bo'lsa ham bo'laveradi. Yo'q, biz sizdan Ham arzon. ha, ana bo'lsin, ha. Olib ketuvdik-ku, eslaysizmi? Maftun. Mana bundan ham bor 7-9, 2 million 400 chiqadi.
Hozir yana bir boshqacha rasvetkalar tushganda nima qilib ko'rsataman. Mana hurmatli kuzatuvchilar. Chiroyli, ha? Ana hech qachon anadan qolmaydi urfdan. Mana bu ham chiroyli, hurmatli kuzatuvchilar, qaranglar, orqalari silliq, diamond. Silliq. Sifati yaxshi, oppoq bo'lib turibdi. Maftu shunaqa oluvdi-ku. Mana bunaqa Mana shu ham rosa. malkapamniki. Shunaqa edi. Birinikini. Opalarga ham o'rnatilib 2 kilo sap, 2 kilo balo qilib chiqadi. O'sha 7 nima? 7-9 da. Shunaqami? Ha. Qo'lingizdagi qancha? Daryo, Bilmayapman, короче. Chiroyli ekan, maftu qara. kelishtirib beraman. Buni-chi mana bu ushlab turgan. Ular 6 yetdi. Biz lekin sizdan 7-9 xuddi shundan olib ketdik. Hozir qolmaganlar. Ha, bor, hozir, avval ha, ketganmiz. ha. Hozir yo'q. Bundan-chi mana ha shuni ushlab turibman, Bitta, ha. bittami yo'qmi hozir? Siz menusini o'qitasiz, adashtiryapsiz. Yo, biz ikkita oldik-da. Ikkita komplekt oldik, ikkalasidan ham. Bitta bunaqa, bitta unaqa oldik-da, ikkita bir xil chiqmadi, keyin olaverdik. Ha, 6 yetdi qolgansiz. Yo'q. 7-9. Prosta biz bir xil gulligini olmoqchi edik, siz tugab qoldi o'shada yangilar afasida. Ha, bo'ldi. Hozir yana 2 ta olsangiz kerak. Yo, bitta olamiz, prosta kelishtirib berishingiz kerakda. Men hech qaysi magazinga to'xtamasdan Mana shu zari to'liq 7% da bergan originallar bor, yo'qsa siz o'tib beraman, o'tgan joy bir. Endi aytgandan ham sanab bermaysiz-ku, o'tib beraman-ku. Qani o'zi Buni o'zi berasiz. qancha deyapsiz? 1,5 aytyapman. hech shu mana yana o'xshamayapti-ku maftum. Bu 6-7 ga o'xshayapti-ku. 7-9. Opajon, 6-7 endi to'xtab turinglar, mana oldi. Bular umumiy og'izni kelsa xola. Kattami? Menga kattami? Mana 6 yetdi. Mana bu 7-9. Aniqmi? Cho'ta sizlarniki katta emasmi, maftum? O'zi unaqa yolg'on gapirgan. Yo'q, shunday. Qarang, bundan keyin katta tovoq ketadi. Shunday. Hayolimda mananday mana 9lik. Yo, bu tovoqda. Bu tovoqda. Mana bunga bemalol bir kishilik ketadi mana pastidagi. Chiroylimi 2 maftum? kishilik xonim antijizlaringizni, narsalaringizni bemalol to'ldirasiz. Shunday analar. Sochli tovoqlar, pishiriq, somsa, hamma narsa ketadi. Buni servirovkaga qo'yganingiz ham. Keyin salatlarni ham qarang, вообще katta zo'r, akkuratni chiqqan. Katta yaxshi. Bundan yo'q dedingiz hozir. Qaysidan? Bundan 7-9 zavodda o'zi. Hozir sotuvchimiz bizni yana boshqa magazinga olib boryaptilar. U yerdagi boyagi fasonnidagi chetidagi bejviy svet menga ham maftunga ham yoqmadi. Shunday telefoningizni men o'zim qilay. Si alohakam bilmasa, Keyin qarang, mana 7-9 bu. alohakam bilmasa, salatli yo'q. Shuni toza o'zbekcha ekan. Ham chiroyli lekin. Katta gul ekanda. Bo'ya xohlayapsiz, shunday. Modeli sal anavsi yevropeyskiy bo'lish kerak-da. Ha, siz mana undan xohladingiz, tipadaydan xohladingiz. Ha. Именно shunaqa meniki. Malkapamki boyagi mana Ha, bunga o'xshab ma'lumki ketardi. chiroyli. Mana bunga o'xshab ketardi malkapamki. Ali, Darrov idishni olaman-da ketaman deyman, lekin kelsam mana shunaqa bo'ladi-da idishlarda. Mana bu ham chiroyli ekan azizlar. U oppoq. Boshqa 7-9 nabor yo'q ekan, 01 bilan 02 bordilarda bularga yoqmayapti, bo'pti demasa. Mana uni bu qancha ekan? Ular 3 million 300 bo'pti mayli. Bular O'zi Leyla anavski firmaniki. nimasi ham o'zmasin oppoq. Mana shunday Ularım chiroyli. Siznikida. To'rt burchaklari ham chiqib ketdi. Ha bu zo'r mushlarda. Silliq maza qilasanda yuganingda ham. Voy bu. Avvalroq Mana. Oho, buni orqalarini chiroyligini qaranglarda mana. Ishtali yo'q. Original. Ishtali ham yo'q mandali. Nima deyapti yozgan maftum ko'zim olmayapti. Lili Pariklian Qo'ling. Rosa zo'r. Industry original debdi. Mana Torixlar qancha sotyapsizlar? Torix emas, o'sha Lunami nima? Nechtalik kerak? Ko'pi kerak bizga. 90 talik bor, Ha. 880. 90 talik, 84 talik. Mana bundaqa to'rt burchaklari ham bor-da, shuni evazigadir-da. Qarang kosa. Kosalarning zo'rligini qara. Mana shu Luna firmani Torixdan mana men yevropeyskiy uncha chiroyli. Buni qayerdan olding? Mana. Chiroyli. Вообще chiroyli. Luna firmani
Torixdan yaxshi deb tushirasizmi? Ancha yaxshi. Biz o'zimiz tutamiz, sifati zo'r. Qo'y keyin yana ayam bunga bunaqa olibdi demasin. Ha, bo'pti. Menga lekin chiroyli ekan. Endi buni. Yaxshimi? Qani magazinlaringizga bir kirib ko'raylik-chi. Assalomu alaykum. O, magazinni qaranglar, kengayib ketibdi-ku. Hech kimning ishi ham yo'q, hushi ham yo'q. Yaxshimisizlar? Hamma o'zi bilan o'zi ovora deydi-ku. Shu magazindan ko'p narsalar olganman, bilasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir mana pryamoy hech kimga hech narsa demasdan kirib kelyapman. Hech qanday ogohlantirishsiz. Men o'zi qara, voy, mana bunaqa kelibdi, mana bulan chiroyligini qaranglar. Bu komplekt qancha ekan? Maftun chiroyligini qara mana ularni. Mana u ham meni anomga, ko'xinimga tushadi. Ko'xinim rangi shunaqa, kuzatuvchilar bilasizlar. Mana bu qora ham juda chiroyli ekan keyin mana. Matovey. Matovey. Men o'sha. Yaxshimisizlar ukalar? Charchamayapsizlarmi o'tgan bayramlar bilan? Biz o'z ana komplekt ko'rishimiz kerak. Maftun yurchi. Magazin kattalashibdi. Qandaydir o'tdan olib tashlabdimi? Yaxshimisiz? Sog'lingiz yaxshimi? Mana bu yerga gazlar kelibdi. Qo'shimcha. Bu narsani vayron qilib o'tib ketmay sumkam bilan yana. O'ting. O'ting. Keling, bizga mana bunaqa komplekt berishingiz kerak. Arzon ham sifatli bo'lish kerak. Mana boyana ko'rganimizdanmi, Maftun? Shuni mayda gullik bir sal yevropeyskiy bashar aroqlari yo'qmi? Mana bu ana uzun. Faqat tarelkasi 7-9 bo'lish kerak. 6-7 bo'ladi. Yo'q, 7-9 kerak-da. 9 siz mana qayta ichgan variantim bor. Bu ham chiroyli ekan, Maftun. Sifati zo'r. 7-9. Buni yuvishga keyin mana yerga kirti qilib qolmaydimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Sifati zo'r. Qancha bu? 2 million 200. Bizga sal arzonrog'i kerak edi. Arzonroq siz Diamond firmaniki bor. Aha, qani? Mana bular 7-9 bilan. Qani? Mana bu modelimiz 28 model. Sifati zo'r reflonli. Maftun, bu ham chir, bu qancha? 7-9 bilan 1,5 million chiqadi. Kelishtirasizmi bundan? Kelishtirib beramiz sizga. Nima deysan, Maftun? Yana dangi nomi. Kim mana bu bor? Bizga bor-ku, uka. Mana bunaqa kerak, mana bunaqa. Bu o'shandan oldi. Mana bunaqa, faqat mana bu chetidagi guli. Qaysi? Mana ketdilar. U qancha? 6-7 1,5. Mana unda 7-9 bormi? Olaveramiz, Maftun shundan. Boya ko'rganimizdan-da. Qancha qilib berasizlar buni? Bularni 7-9 ni 1 million 200 qilib beramiz. Bundan ko'ra, apa yaxshiroqdan oling. Aha, qani ko'rsatingchi. Mana. Lili firmaniki bor, originali. Hozir undan ham ko'rdik. Ananaga o'xshaydi, atachinta nima? Yo, bundan ko'rmagansiz. Ko'rdik Ko'rdik mana yerda. Bu, qarang, siz buni firmasini ko'rmagansiz. Orqasi lekin e'tibor bermadik. Bu originali bu. Bu mana qimmatchini. Ha, o'shani ko'rdik. Shunaqa yozilgan. Original yozuvli bu. Ha. Bularning bori qimmatroq. Hamdaqa shoxona cho'ni bo'ladi. Agar xohlasangiz. Sifati zo'r. Nimasi bor, bir tushuntirib yuboringchi buni? Bu shtuk nabor. Ha? O'ziga kerak narsani olasiz. Yo'q, o'zi hamma narsasi 6 ta, 12 ta bo'lsa qancha bo'ladi? 2 ta cho'ni, 12 ta piyolasi, 12 ta kosasi, 12 ta 6 litrlikka bo'ladi, 12 ta 7 litrlikka bo'ladi. Hamdaqa 9 litrliklari bo'ladi. Bizga o'sha 9 bilan 7 ni qilib 6-ingizni 5-ingizni olib tashlasangiz qancha bo'ladi? Siz mana bu narsani olasizlar. Shunda 2 ta cho'ni, 12 ta piyola, 12 ta kosa, 12 ta 7 lik, 12 ta 9 lik, salatnisi 6 ta, avvalgisidan 4 ta bo'ladi. Shunday. 60 ta prezent bo'lsa, bu 2 millionga chiqadi. Buniki shundayda. Buni o'zini optimal narxda olsangiz, sizga 1 million 700 qilib beraman aka. Buni o'zini. Agar shuni o'zini arzonroq variant etsangiz, hozir Lord firmaniki bor. Yo'q, kerak emas, uni ko'rib ham o'tirmang. Maftun ana shu menga yoqayapti, ana qara. Maftun. Agar yoqsa o'shani ko'ring. Ha, faqat nima qilamiz, olaveramizmi? Lekin oppoq-ku. Faqat bu tarelka kichkina-ku, hozir. Nimasi yoqmayapti buni? Yo'q. Mana uni nechi pul?
6-7 lab. 1 million 200. Buchi? 6-7. 1 million 200. Yana 7-9 qanaqa? Mana bor keyin qaytish. Qaysi? Mana Mana shu chiroyli ekan lekin. Faqat bu endi Bu oshxonaga bo'ladi. chiroyli, faqat buni mehmonxonaga qo'yish sal idishing rosa ko'p bo'lsa ekan, ha. Lekin chiroyli narsa ekan. Nega qo'ychi? Bu mana ana uka mana tagiga qo'yadiganmi? Mana bu. Kattarlika. Ha, Maftun. Mana shundan yo'qmi? 7-9 bormi? Bor. Necha pul qilib berasiz shuni? Bular 1,5 chiqadi apa. Ana 1 million 250 mi? 200 dedi. 1 million 200. Kelishtiradi ekan. Biz arzon oldik. Shuni qilib bermaysin 1 million 200 ga. Maftun mana o'si bo'g'yapti. Mana ko'kchasi. Undan ana chiroyli-ku. Qaysi oq? Mana. Ko'kchasi yo'q-da, lekin menda bunaqa. Yo'q. Undan mana mayli endi uniki bir xil bo'lmasa bo'lmabdi. Mana ham chiroyli-ku. Ha, shuni farqi yo'q. Olaveramiz. Buni yana ham kelishtirasiz, Ha, uka buni mana zarri cho'ta Qara. o'chadiganga o'xshab turibdi-da. Qaysi? Buniki Nega sap-sariq emas-da? Qizg'ish. Mana unday emas-da. shuni olingan-ku, shuning uchun ham bundan arzonda apa. Bu qancha? 1,5 million. Qancha qilib berasiz? 1 million 400 qilib beraman sizga. Mana narxida qilib bersangiz olardim. Ha, magazin ko'p, prosta biz hali endi ikkinchi magazinga kiryapmiz. Mana uni qarang, chiroyliga. Darqa yangilik. Instagram emas, men danonda YouTube'da men Instagramda hech yaxshi yurita olmayman uni. Sizlar bir ko'ringlar, men sizlardan olib ketgan idish necha yeydi? Millionga boradi. Qidirib kelyapti apa? Qidirib kelyapti. Qidirib kelyaptimi? Ha. Siz do'koningizni qayerdansiz? Paxtakor. Paxtakordan. Boshqa anolardan ham kelyapti-da, qidirib. İsminiz neydi? İsminiz Kupet. Yulduz. Dildora. Dildora. Dildora deb keladi. Men ko'p sizlarni obzor qilganman. Nima qilsay? Ha, bilsalaring bilasizlar. Buni option narxini apa 1 million 300 qilib beraman. 7-9 ni sizga. Biz hozir Paxtakor, Paxtakor deganim qara, Jizzax Orom bozoridagi 13-qator 16-do'kondamiz. Mana bu komplektni, mana bu nejni olmoqchi bo'lyapmiz sovg'aga, mana shuni 7-9 ligini. Kelishtirib bering deb so'rayapman. Nima bu? Qani boya uka qani? Mana soat chiroyli ekan. Olmoqchi bo'lyapmiz mana shuni. Kelishtirib bering deyapman, 1 million 250 ming deyapti. Ha. Bular mana tepada bunaqalar. Yangiliklar ko'p bu yerda, yangiliklar ko'p. Magazinni u yeri narigi tomoni oldin nima edi? Narigi tomoni boshqa viloyatida. Ha? Ochdik. Sotib oldingizmi? Ha, yaxshi. Молодец. Chashkalar. Eng haligi har safar kiysam yuragim chiz etsa bitta chashka olaman. Yuragim jizillaydigan. Cho'ta qarayapman endi mehr bilan. Boyak bola nima bola narx so'rab kelishga ketdimi? Ha? Narx so'rab kelishga ketdimi ana undan? Abu Sahiymi nima? Qayerga? Bunaqa chaqchuq soladigan. Bu nima ekan bu mana? Mushni ekan, Uakin. Mana Uakinni blinitsasi qancha ekan? Ha? Yaxshi, tagini bor-ku. Qirilib ketadi-ku bizniki. Orqasi manilarini qirg'ichda qilsang. Bu maneri ketamikan keyin Mushni-ku. Qarang, opa, bu qancha? Qaysi opa? Mana opam tanbeh keldi. Qancha bu? Rahmat. 180. Bu Uakin yaxshimi yoki Ko'kmar yaxshimi? Bu blinitsasi yopishmaydimi?
Mana bu orqasini ana bilan biz ayollarimiz, qizlarimiz mana qiriladi-ku, moy oqadi-ku orqasiga. O'shanda qirilmaydimi bu? Kumara bilan bularni anosi usti pakritda mana Ha, sepilgan. ha, ha. Ko'chib ketsa ko'plar ishlatmaydi. Ha, shunday bo'ladi o'zi. Bu unaqa emas. Bemalol yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Sifati zo'r. Yo'q, mana orqasiga sim ishlatsak ochilib ketmaydi-da. Ha, shunaqa yangi chiqibdi. Men boya qo'rqib yurdim o'z bir joyini vayron qilib ketmay deb. Qanchaga berasizlar uni? Mana bu 180 ming, bunisi 200 ming so'm, tagida turgani 220 ming so'm. Voy, bu menga shunaqa yoqdi. Skavorotkalari bor ekan. Skavorotkalar qancha? Skavorotkalari bular 300 ming so'm, 280 ming so'm, 260. Endi bitta sir, haligi pulingizga arziydigan ishlatasiz 1 yil, 2 yil, 3 yil men bunaqadan rosa ko'p ishlatganman-da. Buni dalcha ishlatasiz. Endi vakin ishlatmaganman. Mana orqasi mana. Ko'rsating, yana bir ko'rsating. Mana orqasi mana bu yerini haligi pakritiyasi bo'lardi-ku, mana uniki. Mana bular, mana. Mana uni qirsangiz ketadi, bilasizlar, haligi nima bo'ladi. Ha, bunda unaqa emas ekanda. Bunda unaqa narsa yo'q. Pakrita emas, materiali zo'r. Original narsa. Ha, buni biz mana usini kirrang deb olmayapmiz-da. Boyagini to'g'rilab bering, o'shani. Yo'q, bo'ldi, uni to'g'rilab beraman. O'shani qiling, olib keling. Bu yerga anona lelida necha qilib berasiz? 1.700 da lili. Qaysini? Uni emas. 180 ming. Bo'ldi, 180 ming dedingiz, 180 mingmi? Yo, sizga qimmat aytganmiz, bu o'zi qimmatroq 220 oxir sotiladi. Sizga 180 qilib beraman. Arzon aytibman narxini. Lekin baraka topasiz, sifati zo'r. Ko'rinib turibdi. Puliga arziydi. Uni qanchaga berasiz boyagini? Uni 1 million 300 qilib beraman. Hozir mana bola 1 million. Men 1 million so'radim uni. Yo, 1 millionga 7-9 bilan to'g'ri kelmaydi. Nima qilib bashmasidan chiqib ketaveraymi? Yo, nasib qilgani qayerda ko'rasiz? Yo'q, kelishtirib bering demoqchiman-da. Ya, o'zi 85 chiqibdi deb. 85 7-9 kilar ekan deb 100 hisoblab beryapti sizga. Men 1 million so'rayapman-da. 1 millionga to'g'ri. Ha, men uchun bitta beringlar. Men undan ham olaman. Mayli, buningizni kelishtirmasangiz ham. Buni ham narxini arzon aytibman. Qora, hech kim olmaydi. Qani ketsa bilan qora, bilinmaydi. Bizga uni korobkasini topaman bo'ldi. Bor gapni aytibman-da sizga Osmon nomini. Kelgan narxini aytibman sizga. Xo'p, kelgan narxini aytyapsiz, lekin kelishtirib berishingiz kerak edi-da. Bir men uchun bir ana qo'rsalaringiz bo'lardi. Qancha o'sha kelishtirgansiz qancha bo'lmasa aytingchi? 9 bering olishdi bular. 9 bering. Bo'ldi, olaveramiz. Bosh og'riq bo'lib ketadi shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, mana uni oldik. Mana Maftunga sovg'a qildim hayitga. Bo'ladimi? Vakin firmaniki, mana orqalari bunaqa, nikelivi, bis anaqa. Yoqdi menga bittada. Bir maza qilib bilinchik ishlatasan mana. Rahmat. Maftun senga. Germaniyalik ekan. Boyagi skavorotkalarni bo'lsangiz bir xil. Mana choynigi bor-ku menda. Yuvsam darrov ketadi-da. Sizniki choynik ketib qoldi. Bunaqa bo'lib qoldi. Yerjoyida. Men bizni komplektimizni olguncha menga mana skavorotkalarim yoqdi, lekin hozir endi yoqdi deb olaversam o'z uyim skavorodka qozon bosib ketdi. Qachon eskirsa mana tipa mana bunaqa oluvdim-ku men. Eslaringizda bo'lsa. Maftun. Yana ham boshqachasini Komplekt ekan bu. qancha ekan? Bu lekin mana unga qiziqma. Buni borku, moy bo'lavergandan keyin men shunday qiryapman, ketyapti-da. Mana bunaqa komplektlar bor ekan, mana hurmatli kuzatuvchilar, mana narxini bilmaysizmi? Mana narxini. Yo'q. Narx chiqqanam yo'q. Ha, yangi. Qaysingda spiska? Mana ular narxini ayt, xudo berdi, sanda bormi spiskasi? Temirli spiskasi. Mana u akinmi? U akin. Kekisi qolmaganda, boshqa qolgan emas, kekisi kirdi. Ha, u akin. Kattasi ekan. Mana ular, buni narxi qancha uka? Og'ir ekan. Sirli-ya bu. Nechtasi 1 million 300? Qani, bormi komplekt? Ha, mana. Mana lapatgacha bormi? Mana hurmatli kuzatuvchilar, 4tasi 1 million 300 deyapsizmi? Mana bu.
Komplet. Современный haligi hozirgi haligi sariq, ko'k haligi zamondan qolib ketgan ular bor-ku, kostyumkalar. Undan emas, bundan olasiz, вообще oshxonangiz chiroyli turadi. Siz olgan anondan. Ha. O'shani anosimi deyman. Mana oldidan ko'rsatganimda mana bunaqa haligi uyingizni hozir hamma uyini shunaqa remont qilyapti-ku, ko'rsataydi. Og'ir ekan. Og'ir. Mana bunaqa har xil ranglar bor, gulliklari bor ekan. Boyagi idishlardan olsa, Mana bu yerda choyniklar, mana gramovkalar. zo'r ekan. Mana buni ham kun Instagramdan bir narsadan reklama qilyapti. Bu shisha bu shisha emas, bir qiziqcha. Mana avvaliga nimada qaynaydigan. Necha yuz gradusda ham qaynaydi-da, xullas, portlamaydigan. Ular chiroylari ketdi. Mana bunaqalar. Qozonmi? Huy. Ana bor ekan, mana bu stara ko'rib qo'ydi. U qancha ekan-a? Men bularni bir yaxshi reklama qilib berishim kerak ekanda, shunday kiysam berib yuboradi Zora menga. Men mana bu kastrulkalar aytyapman-da, mana bu. Уже men shunaqa olib kelmay qolgan. Modada qoldi-da, shunchalik. Maqtu sening obunachilar aytyapti, men singlingiz dadil gapirsin deyapti. Harakat qilasana? Ha, xudo xohlasa. Sen ularning ishonchini oqla. Chunki senga ular hozir podpiska bo'lyapti, keyin sen ana qilishing kerak-da, nima deydi? Oqlashimiz kerak, xudo xohlasa. Uka topdingizmi? Ha, bor-ku ana bu yerda turibdi-ku o'sha yerda. O'shani olib bersin vitrinadagi. Unikda chiqmaydi-da uni. Ha, u haliginga turibdimi? Qoladi ketadi. Ha. Stara dadasiga sovg'a qilgan haligi bor edi-ku, o'shanga o'xshab tagi ko'k ekan. Maftu mana uni ushlab olibdi. Bundarapa ong deb. Bilmadim, hozir 310 ming so'm turibdi ustida. Agar kelishtirsa olaman. So'rayman-da, balki mana yer yonib ketmaydimi keyin. Issiq kelaversa. Ha, lekin shunisi bor. Bunaqani o'zi O'ylamay chiqaraveradi ular. Onani o'zi bo'lmabdi-da. Bor ekanmi? Ichpacha kerakmi? Oo, necha pachka deyordi mana uka. Bizga 12 ta. 12 ta. 12 ta komplekt. 12 dona kerak. O'zi u yerda bitta ana komplekt bor-ku uka. Naryoqda, vitrinada. Mana tarelkani izlayapmiz. Videomiz ja uzoq bo'ladi. Endi bu men haligi o'zimni nimamni olyapman-da. O'zimga kerak narsalarni. Kim boya u akendan ularda skоворodkalarda men yuragim qoldi. Mana uni bosh. Ha, shu zo'r ekan. U kukmaraqdan 1000 marta yaxshi. Men shunaqa aynib ketaveraman firmalardan. Chunki men hech kim bilan anom yo'q, shartnomam yo'q. Kukmara oldimdaqa bilmayman. Ha. Agar bilib olsangiz oldingiz, to'g'risi qilib bo'yalchi. Mana. O'zgarib chiqadi. Alsin. Buni yillab ishlatasiz-da. Buni bittasi bunday deganda bir vaqtli bo'lgan ekanda, sir vaqtida bir vaqtli bo'lsa. Topildimi? Ana ichida qolib ketgan ekan, bir to'g'ri desa. Yo'q. Yana yuvsa. Men kelsam shunday bilmayman, injiqmamni bir narsada men. Ana qozonchani qancha qilib berasiz? Maftun uni ol, ehtiyot bo'l u yerdan. Bu tursin. 280 qilib beraman, 310 ming turadi. Qarang, u issiqqa Zo'r gaz, o'sha yo'q, gaz uchun so'rayapman. ana ko'rsatilgan. 280 ming deb. 250 bering uka, olay shuni. Bundan qaytmayapman, bu qimmat narsa. 310 kassa yozilgan, 280 qilib beraman. Berasizlar 250. Qancha? Sitara ko'rsatdi deyman. Mana shu firmasi ketdi-da, hammalari. Mana uni qaranglar. Sizlarni bir maza qilsin deb mana hech narsani o'tkazmasdan olyapman. Haligi uyda o'tirgan kuzatuvchilarimiz ko'p. Men o'zi ham bozorga borgandek bo'ldim, mazza qildim. Bu nima dekorativ? Shunaqa aytyapsiz. Multfilm mana.
Mana Ha, ko'rdik-ku Sitaroqni. bular yomon hamma narsani opasni qilib qo'ygan ey. Tushib ketsa, Voy sindirdi bu narsani. tushib ketdi-da orqa soch. Mana yerda anaqa stollar qilibdi-da, lekin Mana qarang, bu mana yoqda pochchang ham yangi bo'layotgandir. yuragi siqilibmi? Ha, birovni kutish yomon-ku. Topdingizmi? Xudoga shukr. Tapaman o'zim bitta to'g'ri beraman. Niye topib bermayapsiz? Boshqa surib ketyapti-da. Uni oson-ku, yigitlar ham topib beradi-ku. Qidirib topish kerak. Mana bular ishchilar zo'r. Nimani qidirish kerak ekan? Men o'zimniki ko'kmaram bundan kattami, nafti staram? Nargiz o'rtachasi. Bunisi nechi santimetrligi? Buchi? 24. Mana shuni. Mana shu средний stollar yapar. Shundan. Mana shu. Qimmatga tushyapsiz-ku. Birdaniga ol deyapman-da, sen yaxshisini ol. Kattarog'ini ol deyapman-da. Sitara aytayapti-ku, kichkina deb. Urushga zo'r ekan-da bu. Mana u yerda men boyagi magazinga kirdim-ku, o'sha magazindan nimasi 9ligi qolmagan ekanmi Maftun? 9ligi qolmagan ekan, men qo'shni do'kondan o'tgan safar ham oluvdim singillarimga, o'sha yerdan mana hozir mana qizlar molodez taxlab beryapti, topib berishdi. 9lik cho'ta sal problema bo'lyapti deyishdi. Bu qizlar sizlar magazinlar raqami necha edi? 12-qator 12-magazin. Ha, 12? Ha, 13-qator 12-magazindan topdik. 17 ham bo'lar ekan. 13-qator 17, 13-qator 12. Ha, shu yerdan 9ligi qolmagan ekan boyagi. Izlab topisha olmadi-da, endi hozir bu yoqqa kirdik. Lekin ana u akinni u magazindan oldik. Skоворodka ham oldim, shu sizlardan uni oldim. Qizlar eslanglar bo'lsa ana. Жаровница. Agar ha, ikkita komplekt idish bilan. Hamma narsasini soldingizmi singlar? Yo, sig'diring. Qayerda ko'tarib yuramiz uni? Sig'adi. Ustiga skotchlab tashlaysiz. Ha, ana shuni sanglarda birinchi. O'tgan safar bir narsa sig'diruvdik-da. Shunday turibdan ustidan. Ana shu yerga singlim. Yo'q. Qarang. Yana bormi hali? Ha. Oh, молодец. Odam ishni sarflamaydi. Baribir sig'mayapti. O'zi qanday keladi? Bunga nisbatan kattarog'i lekin. Ha. Ishlovchilar kelganda 26 navbat. Bunday qilsa ham sig'mayapti, bunday sig'mayapti. Joylashtirmayapsizmi? Korobka kichkinaroqda. Ko'tarib bo'lsa ham suv chiqib bo'lsa. Nima deysiz? Ha, ko'tarib qo'ying. Bitta salafanga solib beringlar o'shani bo'lmasa. Bilan olayman paketga. Sig'mayapti. Davay skotchlab tashlang. Biz az mana undan oldikmi? Boyanida olmoqchi edik. Mana bu 7lik, tagidagi 9lik, hurmatli kuzatuvchilar. Cho'ta bizga mana uni bermadimi? Apa yo'q. Qarang. Mana Siz uni. adashtiryapsiz. Qarang, mana bu 7-9lik bo'ladi mana. Bu 7-9lik, bu boshqa ferma. Bu Temniki. Ha, men bu Bu boshqa. 7lik. Nega bu nechi? Mana Bu nechi? 7-9. Mana Bu nechi? nechi? Bu 7,5 bo'lib chiqadi. Buniki 6-7 Bir bo'lib xillar chiqadi. model haligi sizlarning ham kiyimlaringda узкий, широкий bo'lib chiqadi-ku. L, M bo'lsa. bo'lgancha mana qarang, go'li yavlat ko'rinishi uchun 7si buniki ixchamroq ishlanadi. Lekin mana shu normal, bundan ham kichkina chiqadigan 7 bu. Mana shunaqa oldik biz hozir. Qo'shni magazin topib bera olmadi-da bizga. Mana uni oldikmi hozir biz? Ha, shuni o'zidan oldik. Shundan oldik. Mana shu komplektdan oldik. Mana shu do'kondan. Idish ko'p. Mana bizdan olamiz. Yo'q. Bo'ldimi? Qizlar sodilaringizmi? Buni arava bormi? Bor. Chaqirib beringlar. Shilar akam chaqiradi, Ulug'bek.
Ularga tushasizlarmi syomkaga desam, yo'q deyishyapti. Mana hammasi ishlashyapti. Mana nimani oldik biz. Maftun, da mana ikkita piyola sig'may qoldimi Maftun? Mana Maftunni singlim. O'zing ko'rsat desak, Maftun hech ham qilmaydi. Maftunni nimasi ko'ngli toza. U menda emas. Hozir aytadi, Dildar opa, unaqa demang deb yozadi odamlar. Mana nimani bizni komplektimiz. Xudo xohlasa forishga qarab ketadi bu komplekt. Yaxshi kunlarga ishlatsin, singlimni ham duo qilib qo'yasizlar, singlimni ham tabriklab qo'yasizlar. O'tib ketgan bo'lsa ham tug'ilgan kuni hayit bo'lganligi uchun, roza bo'lganligi uchun bora olmadik. Endi mana Xudo xohlasa roza chiqdi. 1-2 kunda Forish tog'lariga qarab bir sayr sayohat qildiraman sizlarni. Nima firma edi mana? To'riksam emas meniki. Boshqacha. Lekin menga ana boyagi ushlaganing yoqdi-da. Singlim bilan Sitora bilan maza qildik-da bugun, Maftun. Boshqa bir bemalol payt kelishimiz kerak. Har safar shunday deymiz, kelmaymiz, a. Men ana o Shohruxning blender so'rayotdi-da. Qancha ekan blenderlar? Blender qancha qizlar? Blenderlar 250 ming, 220 ming, Sami 350 ming, Sonifer 450 ming. Ash Sonifer, qan Sonifer? Sonifer korobkada aniq bor. Qancha u? 450 chiqa oxirgi narx. Manuvchi anaqa. Sonifer zo'r firmada Maftun. Ruchnoymi 200, 220 ko'p firmalarni Soniferga o'tganmiz. Chunki Sonifer yaxshi. Men anosini ishlatyapman-da, chopperini. 700 ming oldim bir paytlar Malika bozorda. Hech narsa qilmaydi. Lekin meniki nima deysiz? Biz zarri klonkalarni ham reklama qildik, udarlardan ketdagidik. Hozir blenderga o'g'limga blender so'raganda uydagini olib ketaman dedi, bermayman dedim-da. Sizniki nima firma edi blenderingiz? Sonifer. Yo'q, men chopperim Sonifer, lekin maza qilyapman-da, shuning uchun ham maqtayapman o'zim. Bo'sh ekan. Bo'sh bilmadim bularni, bilmadim to'g'risi, endi tez kuyib qolishidan qo'rqaman men, lekin Sonifer вообще men garantiya beraman, Sonifer firma juda yaxshi firma. Tosterlarimiz kelgan Soniferdan. Sonifer firma zo'r firma. Hozir endi mana ukamiz kulib qazilashib ketyaptilar ana. Nechta obunachingiz bor deb 10 mingga olib chiqib beraman dedi. Xo'p dedim. Endi mana og'ir-da, idish og'ir bo'ladi. Buni Maftun ham men ham ko'tara olmaymiz. O'tgan safar ham shu kishi edi deb Maftun taniyapti. Men esimda yo'q, mingga qo'yib ketib qoldilar. Maftun esingdami? Oldingi narsangni? Sen men duo qilasan deyman-da, Maftun. Dadang anang bilan xolang bilan meni tashab ketar. Bu arava orqasidan yurishim shart emas-ku. Men hozir blender olgim kelib qoldi. Boyagi kastrulchadan olaman dedim, olmay chiqib ketdim. Boyagi 9lik ana uni endi vibr ko'p, endi sotib qo'yganda, hozir yo'q-da. Men ertagami, indingami bo'lsa qilib beraman dedim. Men aytdim, "Yo'q, men erta indin kelishga vaqtim yo'q, ishim boshimdan oshib yotibdi." dedim-da. O'sha 13-qator 16-magazinda ham, 13-qator 17-magazinda yana nechinchi dedim Maftun? 12. 13, 12. Ha, yo'q, 12 bilan 17, o'sha 16da ham Vibr zo'r-ku, ko'rdingmi? Mana vakin qanday zo'r narsa. Vibr zo'r, ikkita magazinda ham Vibr zo'r, endi boridan olib ketasiz-da, taqdir qilganini olasiz. Menga shu magazindan olish taqdir qilgan ekan. O'tgan safar ham shunaqa bo'ldi-da, Maftun. Va izlab topolmagan. Ham yangi yil arafasi edi, shunday odam ko'p edi. Shunaqa. Bir kun oldin keldi-ku. Ha. Endi mana bu yerda ham idishlar ko'p ekan. Hamma joy idish mana. Orom bozorining orqa tarafiga chiqdik. Bu yoqda kravat, naqalar, kalibel, shunaqa narsalar ko'p bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda mana konteynerlar bor ekan, plastmassiy. Unga, unlarga. Qani bizdan olamiz? Ha, kelyaptimi? Biz o'zimiz anamiz bor. Mana yerga qo'ydirtiramiz-da, Maftun. Pochchang shu yerga to'xtaydi, bu yoqqa ko'tarib bora olmaysan yana. Mana shu yerga hozir anondan aravadan olamiz. Har doim shu yerda shunaqa bo'ladi. Mashinalar to'xtab qoladi, tiqilib. Menimcha shu yerda men endi roligimni yakunlayman.
Xayrlashaman sizlar bilan. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Yanagi roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.